Bugun yana bir mijozda tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Yani buyum qo'shni ko'rdik, xarajatni ko'rdik, kassaga to'lovni ko'rdik. Endi tafsilotlar. Demak, tafsilotlarda ism, familiya, balans, adres, telefon raqam. Telefon raqamni bosib telefon qilish mumkin shu yerda. Hop, ijaraga olgan buyumlar. Demak, bu yerda mana bu rangi och bo'lib turganlari, demak, topshiriq bo'lgan. Agar bu yerda rangi to'q bo'lib tursa, demak, hozir ham ayni paytda ijarada narsasi borligini bildiradi. To'lovlar tarixi, demak, mana bu minuslar hammasi, demak, mijozga o'tgan haqlar bo'ladi. Misol uchun, 5000 so'm, 6000 so'm, mana bu 5000 so'mlar, bular hammasi ijaralardagi, bular avtomatik paydo bo'ladi. Siz hech narsa yozmaysiz. O'sha nimani xodimda mana bu yerda haligi nimasi ko'rinib turadi. Bu tomonda hozir yo'q, u sariq bo'lib ko'rinib turadi. Bosib o'sha hisob tugatganingizda avtomatik bu mana bu yerda paydo bo'ladi. Ya'ni mijozning hisobidan har bitta mijoz hisob raqami bor. O'shandan mana shu pullar ayriladi, shuning uchun qarz bo'lib qoladi. Yo'l kira, zarar hammasi bu yerda ko'rinadi. Bossangiz mana nimaga olinganligi yozib turadi. Mana bu hozircha ingliz tilida buni to'g'rilab qo'yamiz. Hozir dasturimiz 3 xil til bor: ingliz tili, rus tili, o'zbek tili. Bu ma'lumotlar ham siz qaysi tilda ishlasangiz o'sha tilda kelishiga xudo xolasa harakat qilamiz. Xo'p, mana bular demak to'lovlar tasdiqlangan qism. Tasdiqlanmagan bo'lsa, mana bu X holatda turadi. Bu hali o'sha adminga, ishxonaning egasiga pul topshirilmaganini bildiradi. Hozircha shu tafsilotlarimiz buguncha.